allaqachon studiyamizga mehmonimizni ham taklif qilganmiz. Doimgidek an'anamizga aylangan payshanba kunida biz shifokorimizni taklif qilamiz Mansur aka va ushbu shifokorimiz bilan doim mazmunli va kerakli qimmatli ma'lumotlar va ham ko'riladi yurtdoshlarimizga. Saodat Yarovna, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu Yana bir alaykum. karra kun xayrli bo'lsin deymiz. Marhamat, yurtdoshlarimiz bilan salomlashib olsangiz. Assalomu alaykum. Yana bir marta payshanbani kutadigan bo'lib qoldim mana. Payshanba kun hali salom Toshkentga meni chaqirishadi deb kutadigan bo'lib qoldim. Yashang. Xush kelibsiz deymiz Salom Toshkent dasturiga va biz dastur avvaldayoq sizni kelishingizni kichik anons sifatida taqdim etganmiz va bekajonlarimiz, uy bekalari umuman olganda sizni kutayotganlar juda ham ko'p. Nimagaki, inson salomatligi doim o'zi uchun kerak. Va birinchi o'rinda turadigan masalalardan biri sanaladi. Bugungi mavzuyimiz esa ichki ketish borasida bo'ladi. Ya'ni mana serhosil mevalarimiz bor, ne'matlarimiz mavjud. Ushbu ne'matlardanmi bu ichki ketishlar yoki turli xildagi bakteriyalarmi, xo'sh, nimadan bo'lyapti o'zi? Nega yoz faslida ko'proq kuzatiladi? Yo'q, qishda ham ko'p. Lekin biz ko'proq yoz faslida mana shu kasallikni ko'proq ko'ramiz. Demak, o'zi ich ketish nima? Aytadi, ich ketdi, kuch ketdi. Organizmga yoqmaydigan qanaqadir yot bakteriya tushsa, organizm undan qutulish uchun yo bu yoqdan chiqaradi, yo u yoqdan. Bu organizmning refleksi hisoblanadi. Ya'ni endi qarang, bakteriya degan narsa bor. Bakteriyalarning ko'payishi uchun issiq harorat kerak. Sovuqda ular muzlab turadi, ko'paya olmaydi. Endi bu bakteriyalarni bitta joydan ikkinchi joyga o'tishi uchun bizga yordamchi pashshalar kerak. Pashshalar qishda uchmaydi. Ular faqat yozda issiq havoda yashaydi. Demak, bakteriyalarning chunki oyog'i yo'q, ularni qanotlari bor deb qo'yaman. Demak, yozda ko'p ich ketishning sababi qulay bakteriyalarning ko'payishi uchun qulay ob-havo ko'payishi uchun. Mana biz aytamiz-ku, masalan, tuxumni ko'paytirish uchun faqat tovuq emas, inkubator bo'lsa ham jo'ja ochib chiqadi. Faqat tovuq kerak. Lekin eski zamonda biz boshqa edi, faqat tovuqdan. Hozirgi kunda inkubator qo'ysangiz, o'sha muhitda qilib bersangiz, tuxumdan jo'ja chiqadi. Xuddi shunaqa bakteriyalarning ko'payishi uchun ikkita narsa kerak. Birinchisi qulay ob-havo, ya'ni ular uchun issiq ob-havo. Ikkinchisi ularni olib tashib yuruvchi narsa. Hasharot, ya'ni ko'proq pashshalar. Nega pashshani xohlamaymiz? Keldi, qo'nda oyoq tukchalari bor, oldi keldi, bunga qo'ydi, ketdi. Hozir kadr ortida kelganda savol berilsa, deb olxo'ridan ko'proq bo'ladi delamadi. Yo'q, bu siz shunaqa deb o'ylaysiz, olxo'ri. Jamiki mevalarni mana ichiga kirgan olmani deydi, kiradigan joyi bor. Jamiki mana kiradigan joyi bor mevachalarimizda. Mana shu joyda bakteriyalar tez o'tirib qoladi. Va biz yuvganda buni pastani yuvamiz, o'sha joyini yuvmaymiz. Ana daraxtning shoxli joyda olganda yevaramiz. Bakteriya kirib ketdi. Hammasida bo'lmaydi. U tanlali, masalan, bittasi pashsha qo'ying, bittasi qo'shmang. Endi u yerga qanaqa tushadi? Bolachalar, masalan, qorni og'ridi, kutib o'tirmaydi, daraxtga borib o'tiradi. Qorni og'ridi, bakteriya kirdi, organizm chiqarib tashladi, og'ritib. U yerda u quridida shamol uchib kelib qo'ndi. Mana sizga tsepochka. Ichi keldi, nima o'tirdi, bolada endi uni to'g'ri olmaysiz. Bizga asosan mevalar qayerdan keladi? O'sha dala hovlilardan, shunaqa joylardan keladi. Biz hech narsa qila olmaymiz uni. Endi ular keldi, dasturxonimizga kelib, biz yuvib yeymiz, lekin o'sha chuqurini yuvmaymiz. Asosan qolib ketadi. Ana shunda organizmda hammaga emas, ba'zi birovlarga ana shu og'izdan tushganda organizm deydi. Bir xil 3 ta meva yedik, bir xil meva uchalamiz yedik. Bunda ich ketish yo'q, bunda ich ketish yo'q, menda ich ketish bo'ldi. Nima? O'sha bakteriya menga tushib qoldi. O menga tushganda organizm kimga tushsa, bakteriya tez buni chiqarib tashlash kerak. Qayd qilib ich ketib chiqarib tashlaydi. Bu hayot o'sha uchun aytadi-yu, ich to'xtamay ketaversa,
suv to'ldirganda joyida biz o'tkazar edik-ku, joyida to'xtatadigan dori bor. Chunki ikki xil ich ketishni davolaydigan dori bor-da. Ichakda to'xtatib qo'yadigan bor. U yomon. Ya'ni ichakda mana haydayapti. Chunki organizm shunaqa qilgan, mana ko'z ko'rish uchun, burun hidlash uchun, og'iz ovqat kirishi, gapirishi, mana shu xuddi shuna ichaklar hazmda hamma narsani joyiga berib, eng asosiy agar u uchun yot jism kelsa chiqarib tashlash uchun, organizmni qutqarish uchun. Ana shu joyda biz agar ichaklarni bilan qotirib qo'yib, mana qimillatmaydiganini ichirib qo'ysak, bakteriya o'sha yerda qolib ketsa, o'sha joyda zararlanishi mumkin. O'sha uchun ham biza ich ketish deyotganda ikki xil ich ketish bo'ladi. Bakterial, virusni. Covid sezonda hammada ich ketdi. U virusni edi. A bakterial doimiy siz aytganday yozda bo'ladi. Chunki qulay sharoit kerak unga. Xo'p, siz qishda ham kuzatiladi deyapsiz. Juda ko'p kuzatiladi. Oldinlari to'g'ri aytsam 5 yil oldin, 10 yil oldin biz aytardik. Qishdagi bir ich ketdimi, ha bu virusni derdik. Tekshirib o'tirmasdik. Qishda asosan virusdan, chunki organizmga virus yuqsa, virus shuni oladi-da, DNKlar buzadi-da, hali ichaklardagi suv, tuz almashinib buziladi, ich ketkazadi. Demak, qishda ich ketish kuzatilishi demak bu virus. Virusni deb aytar edik, kitobda ham aytiladi. Qishda gripp bo'ldi, gripp virus. Gripp bo'ldi, grippning natijasida aksiradi, tomoqlaydi va ich ketadi. Bu virusni derdik. Yozda bo'lsa bu bakterial derdik. Coviddan biz qiynalib qoldik. Chunki Covidda yozda ham Covid bo'ldi. Yozda ham virus bo'ldik. Chunki bilasizmi, bu juda ham haqiqatan kerak mavzu. Sabab virusni ich ketishda virusga qarshi dori bermagunizcha ich to'xtamaydi. Bakterialda esa o'sha bakteriyani chiqarib bo'lgandan keyin to'xtaydi o'zi. Chunki organizm bo'ldi, kurashadigan hech narsa yo'q. Demak, ularni ajratib olish kerak. Ajratib olish kerak. Ikkinchidan, endi albatta больницаlarga kelsa yoki klinikaga kelsa, doktorlar bitta analiz oladi. Shunday qonni oladi-da, bu virusni ich ketishmi, bu bakterialni aytadi. Lekin uzoq viloyatlarda, uzoq qishloqlarda turadi yoki boshqa bo'lganlarga ularda eng oson yo'lni o'rgataman har doim. Bakterial ich ketish, ya'ni masalan dumidan tushib infeksiyadan yoki sal eskirib qolgan tarvuz ko'p bo'ladi. Bizda tarvuzdagi juda yomon. Bakterial ich ketish bo'ladigan bo'lsa, axlatni hidi o'tda sassiq bo'ladi. Uni hidi shunchalik oydin deb turasiz. Va g'ijimlovchi qorinda og'riq. Masalan, oddiy ichburuq deymiz. Ichburuq kasalligi, bu ham dizenteriya deyiladi. Uni ham yuqish yo'li qaynamagan suv. Men har doim aytaman, bu mo'jizali zamzam suv ichganni qaynatib ichsak bo'ladimi? Mo'jizaviyligi tugab qolmaydimi? Desam, yo'q deydi. Unda qaynatib ichaylik deyman. Chunki yer tagidan chiqqan har qanday buloq suviga to'g'risi bu meni o'z shaxsiy fikrim, medik sifatida men har doim ikkilanib qolaman. Chunki shu buloq suvini ichayotganda u qatlamlardan keladi, yer tagidan, qaysidir qatlamlardan. Biz qaysidir qatlamlarda qabristonlar bo'lgan qatlamlardan o'tib keladi. Masalan, deydi, bakteriyalar olib keladida, ich chiqdi va hali dizenteriyalar ular kolonna bo'lib yuradi-da. Kolonna chiqaveradi, chiqib kelganda yana aytaman, lotereya. Bunda bu ichganda o'sha suvda hech narsa bor. Menga o'sha kolonna tushdi. Ichib qo'yganda qaynamagan suv haqida g'ijimlab og'riydi, ter bosib ketadi. Boshida ich suvday ketadi. Keyin ozgina tualetga boradi, hojatga ozgina keladi. Demak, biz virusni ich ketish bilan bakterial ich ketishni farqi ko'pincha bittada biladiganimiz bu ko'rmadi. Hidi qanaqa deyman? Hidi bormi deyman. Agar virusni bo'lsa, hidi bilmasam deydi. Bilmadi demak yo'q-da. Tushunarli. Qarang, endi yana bir savol tug'ilyapti. Mana mevalarga to'xtalyapmiz, yuvish deyapmiz. Yoz fasli, mana yoz faslida tarvuzlar ko'chada turadi, oftobda turadi. Bu o'z-o'zidan baribir nurlanadi, to'g'rimi?
Mana shunday bozorlardan olinadigan meva sabzavotlarni qanday iste'mol qilish kerak? Eng qizig'i mana shu yechimni ham berishimiz kerak-da tomoshabinlarga. Tushunyapmiz. O'sha yerda mikrob bor, o'sha yerda bakteriya bor, uni tozalab yeyishimiz kerakdir. Yechimini ham aytib o'tib ketsak. Eng qizig'i mana shu tarvuz qovunni sotib olganimizdan so'ng birozgina salqinlansin deya biz muzlatgichga qo'yamiz. Bu qanchalik to'g'ri-yu, qanchalik noto'g'ri? Yo'q, to'g'ri. Chunki haqiqatan u oftob nuri to'g'ri tushib turibdi. Issiq. Bu yerda eng anaqa organizm o'ziga ham hali singmaydigan. Har qanday tarvuzga keladigan bo'lsak, tarvuz, qovun salqinga qo'yilib 1 kundan keyin iste'mol qilish kerak. 1 kun. 1 soat emas, 1 kundan so'ng. Yo'q, 1 kun. 1 kundan keyin olib kesildi, yeyildi. Ortig'i qoldi, olib qo'ymang. Bo'ldi. Bo'ldi. Bizda bor-ku o'zbekchilik, uvol bo'ladi. Endi ana o'sha ich ketar ko'pda o'zbekchilikda. O'sha ich ketar. Mana mencha to'g'risini aytsam, biz 20 yildan beri, mana 20 yildan beri chet elga chiqamiz. Oldin chiqqanimda hayratga qolardim. Tarvuzimni kichkinachasini kesilgan skoch bilan, strech bilan qo'yilgan, odamlar shu kesilgan olib ketardi. Biz O'zbekistonda bitta qovunni bo'yib yoki bitta tarvuzni bo'lib yerganda men 20 yil oldin shu narsani qabul qila olmasdim. O'zi mana ongim shuncha doktor bo'lsam, doktorlar oilasidan chiqsam ham qanaqa qilib kichkina bo'lak sotib olib yeydi, yana $1, $2 bir falon pul ko'rinardi. Keyin hayron qolardim-da. Mana yillar o'tib hozir o'zimizda bozorlar, magazinlarga kirsam, mana hozir bizda ham yaxshi, mana magazin do'konlarga kirsam, ishonasizmi? Tarvuzni kesib chiroyli qilingan. Men o'zim o'sha kesilgan tarvuzni soati minutigacha yozyapti-da. Chunki kattasi oilamga katta. Men uni yarmini bizda uvol degan narsa kuchli. Chunki ota-onamiz yoshligimizda o'rgatgan. Uvoldan qo'rq. Uvol qilma. Kimdir och o'tirganda sen uvol qilma deyilgan. Endi hozir shunaqa zamon kelib, uyimizda bilan yarmi qo'shniga olib borsang, o'zidan qolganini olib chiqdi deb iymanadigan qo'shni ham ko'payib qoldi-da. Ya'ni uyalib qol yoki nimaga menga beryapsan deb aytadi-da. Bu joylarni o'ylaysiz-da. O'sha uchun ham mana shu kesib, chunki isrof degan narsa deymizda va hozirgi kunda o'zimiz ham shu kesilganidan yegan qulayroq ekan dedim. Demak, tarvuz oladi, mana tarvuz, qovun, poliz ekinlari sotib olingandan keyin 1 kundan keyin iste'mol qilinadi. Birinchi iste'mol qilayotganda har doim hidlab ko'rib, haqiqatan o'sha kesilganini ham, chunki yorilganlar chiqib qoladi. Endi mevalarni, mana hozir aytdim, olma, olxo'ri, bularni yuvayotganda katta tog'oraga suvni ko'p qilib, yaxshilab o'sha joylarga yaxshilab yuvgandan keyin undan keyin dasturxonga tortish kerak. Hatto ba'zida men o'zim chayni soda deyman, osh sodasida ivitib qo'yaman. Endi menda ko'p keladi-da bu. Eng so'nggi savolimiz aynan mana shu ich ketarda biz qachon shifokorga murojaat qilishimiz kerak? Nima qarang, ich ketarda agar ich ketish soni 5 martadan oshdimi, albatta shifokor. Chunki tuz suv balans buziladi, suvsizlanadi. Suvsizlanganiga hamma organga suv kerak-ku. Birinchi buyrak o'tirishni boshlaydi. Qo'llar qurishni boshlaydi. Organizmga suv bo'lmagandan keyin mikroelektrda yurmaydi. O'sha uchun biz har doim aytaman, agar ich ketish o'zi 1 marta, 2 marta ich ketishni boshlagandan keyin tayyor bizada o'rsalar bor. Yoki uy sharoitida 1 litr suvga 5 osh qoshiq shakar, 1 osh qoshiq tuz solsinda qultumlab, xuddi kapelniza bir qultum ishda kirib ketadi. Bir osma olish imkoni yo'qmi? Mana sizga uyda og'iz orqali osma. Rahmat. Albatta siz bilan suhbatlashishimiz bor, lekin qarang, vaqtimiz o'z yakuniga yetdi. Sizlar orqali juda ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldik. Va keyingi payshanba ham kelsangiz, mana shu mavzuni davom ettirsak, menimcha manfaatli bo'ladi. Azizlar, biz tezroq xayrlashamiz, sababi yakunlandi. Vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Salom Toshkent dasturi bilan bo'lganingiz uchun, biz bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Dam olish kunlaringiz maroqli bo'lsin. Kundalik tashvishlar orasida sizlarga oz bo'lsa-da yaxshi kayfiyatni ulasha olgan bo'lsak, biz bundan juda ham xursandmiz. Salomatligingizga befarq bo'lmang. Salomat bo'linglar. Yana ko'rishguncha, xayr. Rahmat. Kayfiyat yuqori.